Yuqori Hasanboydan 5 sotuvli uchastka so'ragan okalar. Paltar etashkada tushgan joyimizda hamma shart-sharoitlari bor. 7 ta xona plus oshxona, bitta katta ayvoni qilingan. Yo'lli yuziga okalar 400-500 metr chiqasizlar, betonkaga chiqib ketishinglar. Mana shu joyimizni sotuvga chiqyapti, paltar etashkada tushgan. Bu tarafimizda zilondan zona. Bu yog'imizga bitta mashina tashqarini o'ziga, ichkarini o'ziga ikkita mashina uchun joy, ikkita katta selli podval bor, hamma shart-sharoitlari bor. Piyolarımızda da asosiy binoyimizda joylashgan bo'lsa, sizlarga birma-bir tushuntirib o'taman. Okalar, hamma qulayliklari bor. O'rtamizda katta zilondan zona uchun xohlasanglar hosildorchilik qilsanglar ham bo'ladi. Bu tarafimizdan okalar, letniy oshxona uchun joylari, bu yoqda xonalarimizni joylashgan. Endi sizlarga bu taraflaridan birma-bir tushuntirib beradigan bo'lsam, uyimiz umumiy 7 ta xonada joylashgan bo'ladi. Mana bu yoqdan ikkinchi etajimizga chiqadigan bo'lsa, okalar, mana paltar etashga joyimizdan bu yog'imizda bitta zal, bitta spalnimiz joylashgan bo'ladi. Bu yog'imizda chap tarafimizda oshxonamiz, bu yoq tarafimizda uyimizning yuragi joylashgan bo'ladi. Bu yoqqa kelarkanmiz, okalar, bu yoqdan chiqdinglar, kattagina ayvonimiz joylashgan bo'ladi. Bitta spalni, bitta zal. Bu yoq tarafimizda esa bitta katta zalimiz, yonginasida bitta spalnimiz joylashgan bo'ladi. Uyimizda to'g'ri burchak variantda tushgan joyimiz, okalar, sizlarga $205,000 berib yuboramiz. Pastda egalar nomerini qoldiraman, o'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.